Cobalt mexanika pozitsiyada ham motorning suvni gradusini tabloda qayerdan ko'rsatib beraman. Yaxshilab e'tibor qilinglar. Uning uchun birinchi o'rinda magnitofon nastroykasidan настройки avtomobili degan joyga kirasizlar. Pastga tushib turib, вернуть заводские настройки deb shuni bitta bosasizlar, yana zaпрос chiqadi, da. Bo'ldi. Восстановлены заводские настройки degan yozuv chiqadi. Shundan keyin tablodagi knopkani o'zini 2 marta bosasizlar. 1, 2. Hoppa, mana motor suvni gradusini tabloda zavodskoy qilib ko'rsatib beradi. Kompyuter bilan bir xil bo'ladi. Mana kompyuter 81 ga tushdi. Hozir bo'lsa mana tabloda ham 81 ga tushdi. Mashinani qizib ketishini oldini olasizlar. Issiqlik kunida bemalol o'zlaring kontrol qilib gradusni ko'rib yursalar bo'ladi. Bu narsa faqat programmadan keyin bo'ladi. Zavodskoy holatda bunaqa ishlamaydi. Kompyuterda programma qilinadi. Bor yo'g'i 5 minut vaqt ketadi. Shundan keyin tabloda suvni gradusini ko'rsatadigan bo'ladi. Videoga like bosib, обязательно ko'pilchilar tashab qo'yinglar. Kelsa 5 minutda programmani garantiyasi bilan qilib beramiz.